boshlaymiz. Kelin kelsa to'yxonaga nurga to'lar koshona. Do'stiyor qadrdonlar bilan fayzga to'lar koshona. Qadamingizga jon tasadduq. Xush kelibsiz azizlar, 2 yoshning ahdi birla vaqtga to'lar koshona. Assalomu alaykum. Bugun shunday vaqtga ma'lum to'la koshonamizga yaxshi niyatlar bilan tashrif buyurgan aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, otaxon, onaxonlarimiz, aka, uka, opa, singillar, qo'ni qo'shnilar, quda, andalar, yori do'stlar, barchangizni xush ko'rdik, xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasamotlar bo'lsin. Bugun shunday chiroyli bir kunda, go'zal bir oqshomda didorlashar ekanmiz. Yetkazganiga, ko'rsatganiga shukr. Albatta bugungi didor kechani o'ziga xos sabablari bor. Bugun sizni hammamizni mo'jaz bir xonadon sohiblari mana shunday bir chiroyli kunga to'g'ridan-to'g'ri taklif etyapti. Avvalo bugun Qurbonboyevlar ahlida katta xursandchilik, katta to'y, katta tantana. Xonadon ahliga to'ylar muborak bo'lsin, chin dildan tabriklaymiz. To'y boshlari esa bugun barchamizni e'tiborimiz markazida. Abdulla akam, Zuhra yangam, bu insonlarni bugun yaxshi kuniga sherik bo'lyapmiz. Abdaka yanga, to'ylar qutlug' bo'lsin, kelinlar muborak bo'lsin. Hech qachon xonadonlaringizdan mana shunaqangi to'ylarni, yaxshi kunlarni tag uzilmasin. Doimo boshlaringiz to'ydan chiqmasin deya tabriklaymiz va endi esa aynan mana shu to'yni qahramonlarini birin-ketin tilga olsak. Avvalo ukamiz, kuyov to'ramiz Husniddin hamda kelin poshamiz bugun Odinaxonlarni hayot yo'llari tutashib oila atalmish katta saltanatga yo'l olyapti. Husniddin, baxtli bo'linglar, qo'sha qaranglar. Chin dildan tabriklaymiz. Kelasi yil Xudo xolasa farzandlaringni yaxshi kunlarida tabriklash bizga nasib qilsin. Chin dildan barcha yaxshi tilaklarni ulashib qolamiz va mana shunday chiroyli tilaklardan so'ng kelin-kuyovlarimizni o'tirib olishlari uchun ruxsat beramiz. Hurmat, e'tibor uchun tashakkur. Kuyovimizning do'stiga ham, kelinimizning dugonasiga ham ruxsat. Bemalol joylashib olasizlar. Davramizni rasman ochiq deb e'lon qilamiz. Mehmonlarga ham endi bemalol dasturxonlarga qarayverasizlar. Yana bir bor xush kelibsizlar. Borlaringga shukr. Endi bugun to'y, bugun xursandchilik ekan. Demak, ushbu xursandchilikka barchamizni bir maqsad yetaklagan. Maqsad esa bitta, bugun o'ynab kulib oz bo'lsa-da hordiq chiqarib mana shu xonadon bilan yaxshi bir kunni birga nishonlash. O'ylaymizki, biz ham bugun rizqimiz ulanib xizmatda ekanmiz. Mehmonlarimizga xizmat qilib, mehmonlarimizni ko'ngillarini chog' etamiz. Buning esa ijodiy jamoamiz aynan sizlar uchun xizmatga kamar bastar. Jasurbek Tursunqulov boshligidagi bizning do'stlarimiz sizlar uchun eng sara qo'shiqlarni havola etadi. Qo'shiqlarimizni tinglang, miriqib dam oling. Joyi kelsa shu qo'shiqlarimizga xiromaylab bugungi davramizni chin ma'noda bezab bering. Jasurjon, marhamat, so'z sizlarga.